Dünya Uyg'ur Qurultayının baş ko'rsatkich ideyasi nima? Dünya Uyg'ur Qurultayı Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqilligini tüp maqsad qilgan. Ben bunu 7. navbatlik Qurultayning yapilish marosimida so'zlayapman. Dunyoning matbuotining oldida so'zlayapman. Yaxshi anglanglar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqilligini tüp maqsad qilgan. Dünyadagi barliq Sharq Turkiston jamoati bilan yakın münasebette bulup, ularning demokratiyasi, erkinligi, hürligi, insani hak hukukunu qo'g'dashni yadroluk mas'uliyati deb biladigan strategik raqobatda Qizil Chin Xitoydan boshqa raqib tutmaydigan aksiyasining nishonini xalqaralashgan Sharq Turkiston masalasini ijro qilg'ili bo'ladigan siyosiy programma shakliga akilishga to'g'rilagan strategik yo'nalishda Dünya Uyg'ur Qurultayini Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining markaziy organi qilib, butun millatni o'mlashtirib, birlik keltiradigan, o'rtaq ko'ngil bo'ladigan xalqaroliq masalalarni bir taraf qila oladigan Sharq Turkiston xalqining diplomatiya jangohidagi turk tashkiloti qurib chiqishdan iboratdir. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayining bosh ko'rsatkichi.